17 yoshli qizchamiz ota-onasini be'e'tiborligi sababli o'ng tomon turba tuxumdonidan ayrildi. Bemorimiz bir haftadan beri og'riqdan shikoyat qilib yurgan, больницаga borgan, og'riq qoldiruvchi qilingan. Bir hafta davomida og'riq qoldiruvchi bilan qoldirib yurgan, bizga murojaat qilib keldi. O'ziga tushirilganda katta 12 sm histoma borligi aniqlangan o'ng tuxumdonda. Bemorda diagnostik laparoskopiya qilib kirganimizda o'ng tuxumdonda 15 santimetrlik kistoma bor ekan va o'sha kistoma 360 gradusga buralib qolishi natijasida tuxumdonga va turbaga qon o'tishi buzilgan va o'sha joyda nekroz boshlangan. Ya'ni o'lgan hujayralar. Bemorda turba va tuxumdonni olib tashlashdan boshqa yo'limiz yo'q edi. Olib tashladik. Bemorimizga ertaga uyiga javob beramiz, lekin bemorimiz ota-onasining va o'zining be'tiborligi sababli hozir o'ng tuxumdon va turbasidan ayrildi. Faqat chap turba tuxumdoni bor. Xudo xohlasa kelajakda farzand bilan muammo bo'lmaydi. O'zingizni va oila a'zolaringizni sog'ligiga be'tibor bo'lmang. Qorin bo'shlig'idagi har qanaqa og'riq bu sergaklikka tortadigan holat hisoblanadi.